Salomat opa, yaxshimisiz? Ovozim yaxshi eshitilyaptimi sizga? Alaykum Lobar. Ha, rosa yaxshi eshitilyapti. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizni ham ovozingiz yaxshi eshitilyapti menga. Nima gaplar, nimani gaplashamiz, nimalar bo'lyapti? Lobar, men o'chib qoldim deyimmi? Aytavering. Ay, tavba. Haligi necha haftadirki, mana 2 hafta bo'lyaptimi? O'sha siz bilan gaplashganimizdan keyin har kun holatim bir xilda bo'lyapti. Qandaydir xuddi haligi bir kungi lentani ertasiga kunga ham qaytarayotganday, o'shanday holatda bo'lyapman. Keyin bir kun tush ko'rmayapsizmi deb so'ragandingiz o'tgan safar gaplashganimizda. Kecha kunda tush ko'ribman deng. Tushimda bir g'ayrioddiy yerdaman. Nima deb tasvirlasam bo'ladi? Yo bir fantastik olamdaman. Uni ham tushuntirib bera olmayman. Qanaqadir bir g'ayrioddiy yerdaymışman. U yerda juda ko'p yirtqich narsalar bormish. Keyin yonimda bir ayol, yo 2 ayol, biri uzun bo'yli, biri ozgina qisqa bo'yli, biri yoshroq, biri ozgina yoshi kattaroq, biri to'lacharoq, biri ozg'inroq. U 2 ayolni menga qandaydir bir g'ayirligi, xusumati meni ko'ra olmas deydimi? O'shanday ko'ra olmas bir nimasi bormish menga. Men uni sezib turganmishman gaplaridan, menga qilgan muomalalaridan. Keyin u 2 ayol aytayapti, bu yerda deydi qolish mumkin emas. Bu yerda mana u kech kiryapti, mana u soatdan keyin bu yerda qolsang deydi, soppasoq chiqib keta olmaysan. Bu yerdan soppasoq chiqib keta olmaysan deyapti. Keyin u bayonlar, xotinlar o'shanday dedi-da, ikkalasi xuddi mana bu dinozavrlarda bo'yni uzun, ingichka, tez yuguradigani bor-ku, o'shanaqangi hayvonga shunday minib chiqib ketishyapti-da, qochib ketishdi. Men-chi degan bo'yimcha haligi yerda qolib ketdim-da. Keyin meni orqamdan bir pillakurt deydimi, qandaydir bir o'ta bahaybat sekin yuradi desam, u narsa rosa tez yurar ekan. Haligi narsa meni orqamdan, men nima qilishim kerak? Bu yerdan chiqib ketishim, qanday chiqib ketishim kerak ekan deb tursam, haligi narsa orqamdan gurs deb yurib keldi-da. Haligi narsadan men qo'rqmayapman. U narsa menga aytayapti, "Chiq salomat ustimga" deyapti. Ajabo dedim, bu narsa meni otimni qaydan bilar ekan deyapman-da. Haligi joyda haliginga qarab turibman, o'ta bahaybat. Men unga chiqa olmayman, senga chiqa olmayman men desam, sen shuni menga chiqishni ham eplay olmadingmi deydi-da. Ozgina egilasammi? Egilsang men chiqaman desam, haligi narsa 2 oyoqlab engashib narsa qilyapti-da. Men ustiga chiqdim keyin. Menga salom berganday qilib 2 oyoqlab yerga engashyapti, men ustiga chiqyapman. Undan keyin haligi narsa meni haligi xotinlarni yoniga olib boribdi. Haligi xotinlar borgan yerga olib boribdi. Haligi xotinlar bor yerga borsam, haligi ikkala xotin nima deyapti bir-birisiga? Yo, mana uni qara, biz uni u yerda o'lib ketadi deb tashlab kelsak, u yerdan chiqa olmaydi deb tashlab kelsak, bu devni minib ketdi. Bu devni o'zini yo'liga solyapti. Biz bu narsani o'zimizni yo'limizga sola olmayotgandik. Bu qanaqa qilib bu narsani o'ziga bo'ysundirdi ekan deb ikkalasi bir chekkada qo'rqqanday ikkalasi bir-biriga gaplashib turibdi. Men ularning gapini eshityapman. Haligi narsa yana meni ikkala oyog'i bilan tiz cho'kdi-da, meni ustidan tushirib, yana o'zi orqasiga qarab ketdi. Keyin bir erkak aytayapti, bu yerda bu soatdan bu soatga qadar qolishing mumkin emasdi. Bu yerdan chiqdingmi? Endi deydi, bolalaringga telefon qil deyapti. U odam da menga telefonda gapiryapti deymish, u erkak. Uni o'zini ko'rganim yo'q. U erkak ham menga telefonda gapiryapti deymish. Mana kasal chaqirib qoldi, sevgim keldi deb, undan keyin turdim. Ishonasizmi, miyamdagi mana bu ko'rgan tushimdagi stressdanmi, nimadan bilmayman, o'ta kuchli bir qandaydir движение bordi-da kallamda, miyamda. O'shanday holatdan anchagacha o'zimga kela olmay turdim qandaydir. Endi hozir o'sha tush sizga yo'qmadimi?
men u narsa menga nima qanday ta'sir qildi ham bilmayapman, Lobar. O'sha Yo'q, qarang, просто. Mana qarang. O'zingiz aytyapsiz, aniq yorqin tush ko'ribsiz. Aniq tiniq yorqin tush ko'ribsiz. Qanaqa xotinlar, ularning namerini, fikri sizga bo'lgan nisbatan o'shani to'g'ri. yaqqol so'z. Mana hozir ikkita odam xotin yaqinligingiz gaplashyapti-da, lekin ularning maqsadi sizga nimalar deyapti, ularning maqsadi nimaligini bilmaysiz, fikrlamaysiz-ku. Bilmaysiz, to'g'rimi? Lekin Ha, o'sha yerda siz ikkita xotin gapiryapti, ikkita xotin sizga yomonlik qilishini, siz o'sha maqsadi yaxshi emasligini anglab turdingiz o'sha aytgan paytida ham, ha? to'g'ri. To'g'rimi? Endi Ha, qarang, ular sizdan tashlab chiqib ketib qoldi. Mayli shu yerda yo'qib ketsin, o'lib ketsin dedim, nima qilsa nima dedi. Endi o'sha paytda siz hech narsa qilmadingiz, lekin sizga nima keldi? Bir tilla qutib o'xshagan narsa keldi. U ham to'g'ri. o'sha yordam berishga keldi. O'sha unga ham chiqolmading. Unga ham chiqolmavding, keyin nima qildi? Sal egalasanmi deb aytding, yana aytdingiz, ko'ryapsizmi? Egalasanmi To'g'ri. sal men chiqib olishimga deyapti. U esa yana nima qildi? Egildi. Ya'ni sen uni gapingga kirgiza olding. Ya'ni bu gaping bo'ysundira olding o'zingga. Ko'ryapsizmi? Keyin yana chiqding. Oborib qo'ydi botoy xotinlar. Yana boyaga chiqib ketish kerak degan joydan chiqib ketishing kerak ekan. O'sha chiqib ketadigan o'sha joydan chiqishingga yordam berdi. To'g'rimi? U yoqqa To'g'ri, bordingiz. Endi u yoqda ham boyagi ayollar degan gapni eshityapsiz. Ayollar nima deyapti? Biz uni o'sha joyda o'lib ketadi deb tashlab kelsak, u bu devni minib keldi deyapti. Bizni kuchimiz yetmaydigan maxluqotni bo'ysundirib minib keldi deyapti. Ko'ryapsizmi? Aytyapti, biz shuncha yil dars olib, ilm o'rganib deyapti. Shuncha yildan beri qilolmagan, bo'ysundira olmagan narsani bu deydi qanaqa qilib bo'ysundirib keldi o'ziga deyapti. Ko'ryapsizmi? Endi mana shu narsadan mana shu siz ko'rgan tushingizdan nimani angladingiz? Men bilmayman, u ikkita xotin menga bir g'ayirligi bor dushman deb bildim. Bo'ldi, ko'p gapirmang. Mana chaynalib. Ha, Xo'p, mana shu gaplardan o'zi mana shu gap ular nima deyapti, nima dedi, nima qo'ydi? Bu mana u devni minib kelding, devda yana seni tashlab qaytib ketdi. Sen hammasi bo'ldi. Hozir aytib berdim men endi. O xotinlar mana shu shuncha bilim olib, biz shuni devni bo'ysundira olmadik. Bu sundira oldi deyapti. Shunda nimani anglantiryapti senga? Sen nimani anglayapsan deyapman opa. bilmadim, tushunmadim Lobar, to'g'risi. Garangmisiz? Siz tushunmayman. Yo'q, shunchaki garangmisiz opa? Yo, bu narsani tavsifini bilolmayapman. Ta'sirlash kerak emas. Yo'q, bo'lib turibdi-ku. Tasvirlash demayapman, tafsirini bilmayapman. Yo'q, so'zidan bilinib turibdi-ku. Siz mana hozir aytgan gaplaringizni o'zingiz tushunmayapsizmi yo? Tushunyapman uni. Bo'pti, tushunayotgan bo'lsangiz u nima demoqchi ular? Sizni ko'rgan tush nima demoqchi bu bilan? Men to'g'ri yo'lda, to'g'ri ketayotganimni bildirmoqchi menimcha. Xudoyim. Xo'p, to'g'ri yo'lda ketayotganingizni bildirmoqchi emas bu yerda. To'g'ri yo'lda ekanligingizni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Buning uchun bunga hech qachon bildirish shart emas. Bilmasang bildiradi. Lekin bilasan-ku o'zing, opa. To'g'ri yo'lda ketayotganingizni. To'g'rimi? To'g'ri. Buni nechmada guvohi bo'lgansiz-ku? Endi hozir mana bu tushingiz nima deyapti? Ne shuni? Endi hayronman men hozir. Prosta men siz ana o'sha dovdirayotganingizda men hayron bo'lib qolyapman-da. Aytyapman, men o'chib qolyapman, Lobar, o'chib qolyapman. Ba'zan nima mana hozir ish qilyapmanmi? O'sha narsani olishim kerak degan narsani unutib qo'yyapman, o'chib qolyapman men. O'zimga o'zim tushunmay qolyapman. O'chib qolish bo'ladi, shu o'chadi. Hozir shu deb qolaversin. Vaqt ham yo'q bo'lib qoladi, o'zing ham yo'q bo'lib qolasan. U prosta sekundlarga yana shunaqa bo'lib qolyapsan. Bu mana shunaqa bo'lib qolaveradi opa. Mana o'chib qolyapsiz. Hozir o'chib qolganingiz yo'q-ku? O'chib qoldingizmi? Miya o'chib qolyapti.
Mana qarang. Yana bir marta tushuntiraman sizga. Qarang. Anglang. Ikkita xotinni ko'rdingiz. Farqi yo'q, qanaqa bo'lsin ular. Yosh bo'lsin, qari bo'lsin, semiz bo'lsin, ozg'in bo'lsin. Ularning maqsadini ham aniq-tiniq bilib turibsan. Sizga bo'lgan munosabati g'arazligini bilib turibsan. Tashlab ketdi. G'arazlik qilib. Bir maxluqot keldi. Tilla qutga o'xshagan. Olib chiqmoqchi bo'ldi seni. Lekin chiqa olmayman deding. Egil dedi. Egil deding. Egildi. Chiqa olding, chiqishingga yordam berdi. O'sha joydan chiqib ketishing kerak degan joydan chiqib ketishingga yordam berdi. Ular xotinlar borgan joyga seni olib borib qo'ydi. Lekin o'sha xotinlar seni ko'rib hayratda yoqoshladi. Buni o'lib ko'tarishadi desak, bu kelibdi bu yoqqa orqamizdan. Yana devni minib keldi deyapti. Devni minib keldi deyapti. O'ziga bo'ysundirib deyapti. Dev seni tushirdi, ketdi yana orqasiga zilga. Senga ziyon zahmat yetkazmadi. Seni qutqardi, seni chiqardi. Bu bilan opa sen katta yo'lga chiqding deyapti. Ko'p narsa, hech qanaqangi xudbinlik, hech qanaqangi narsa seni kuchingga teng kelmaydi deyapti. Senga mana shu devlar, kuchli nimalar seni xizmatingda deyapti. Sen shunchalik kuchlisanki, seni bir og'iz gaping, seni bir og'iz xohishing bilan ular seni xizmatingda deyapti. Xotinlar tan olyapti, ko'ryapsanmi? O'sha gaplarni bilmaysizmi? To'g'ri. Ana bu sen yuqoriga chiqding degani. Mana bu hozir siz meditatsiya qilib, ustingizda ishlab yuqoriga chiqdingiz, ko'ryapsizmi? Siz ya'ni u yerda olib qaraganda siz o'zingizdagi bir ichingizdagi negativ energiyalar, negativ narsalar, o'zingizga bo'lgan ishonchsizliklar, abidalar, bir boshqa narsalar, bu hayotning nimalardir, hoyu havaslarga berishlar kamaygandir. Ya'ni mana shu yana yuqoriga chiqa oldingiz, tushunyapsizmi? Bu degani sen kuchlisan degani. Tushundingizmi? Sen hamma narsadan kuchlisan. Hech qanaqangi seni kuchingga hech qanaqangi maxluqotlar bas kela olmaydi degani. Tushunyapsizmi? Yana bitta narsa, siz bu boshqa o'sha boya ikkita xotinda fikrlarini, aytmalarini shunday ko'zgudek ko'rib turganday, maqsadini ko'rib turganday bilganingizdek, xuddi sizda mana shu intuitsiyangiz ishlanishi, intuitsiyangiz kuchayishidan dalolat. Bilasizmi? Xuddi mana shunday insonlarda intuitsiyangiz orqali mana insonlarni nima bo'lishlarini oldindan his qilish nimangiz kuchayishi. Bu shundan darak beradi. Ko'pmi mana siz qolib ketmayapsiz. Endi oxirida qolyapti. Shu joyda qolishingiz kerak ekan. Uyg'ondingiz, chaqirdi. Demak, chiqib ketdingiz, ko'ryapsizmi? Kasalingiz chaqirdi, chiqib ketdingiz. Sen bu yerda qolishing kerak emas, deyapti. Tushunyapsizmi? Bu kelajak aytyapti. Kelajak va siz ko'rmayapsiz uni. O'shanaqa tushlar ko'rasiz hali. Men aytardimki, esingizmi? To'g'ri, men tush ko'ryapman-da, o'sha ham bormish, ham yo'qmish mana. Shoh aytardi-ku, soxta deb gapiradi-ku. O'sha paytda u boyagi tumanga o'xshagan narsa bo'ladi, prozrachniy. Bu ham mana aytyapsiz-ku, bir nima, lekin o'zimni ko'rmayapman deysizmi? Bir nimalar deysizlar, boya nimani aytding, boya bitta ovoz gapiryapti deyapsiz. Lekin u erkak yo'qmish deyapsiz. Ko'ryapsizmi? To'g'ri.
xuddi mana shunday o'zingiz siz tush ko'rasiz-da, siz o'zingizni ko'rmaysiz, ko'ryapsizmi? Bir nimalar men tush ko'rgan o'shanaqa astralda bu siz astralga chiqdingiz. Tushundingizmi? Tush emas bu. Bu tushdan farq qilmaydi. O'tsin degan Aura energiyangiz sizda astralga, o'sha astral nimasiga chiqdingiz. O'sha astralda bo'ldi hozir hammasi. Tushunyapsizmi, opa? Yaxshi. Juda yaxshi. Keyin yana boshqa narsalar bo'ladi. Mana shunday chiqib bo'laverasiz. Mana bu kechirasiz Lobar, gapingizni bo'ldim. Mana bu meditatsiya jarayonida o'tirib meditatsiya qilyapman. Tanamda bir kun oldingi meditatsiya qilganimda mana bu ikkala qovurg'amda o'rtasida bir quduq paydo bo'ldi. Quduqki suv to'ladi, lekin haligi quduqdan suv chiqadigan darajada liqillayapti suv. U quduqdagi o'sha suv liqillagan sari mana u aylana holatda qimirlayapti-da suv. Haligi narsa ko'kragimda ustiga tushdi, ikkala ko'kragimda o'rtasiga, keyin yana pastga qornimga tushdi, undan mana bu jenskiy organimga tushdi, undan yana pastga tushdi. Har pastlaganda o'sha energiyani ko'ti kengayib boryapti-da. Keyin meni yerga mahkam o'rnatib qo'ydi. Xuddi daraxtni mahkam ildizi bilan yerga o'rnatib qo'yiladi. O'shanday meni o'tirib, o'shanday yerga mahkamlab qo'yilganda, lekin energiya tagi o'sha har pastlaganda energiyani tagi kengayib boryapti, kengayib harakat qilyapti-da. Mana ichimdan sразу прямой miyamga ketyapti. O'sha energiyani aylanasi yuqoriga chiqyapti-da, miyamda o'ta kuchli bosimda narsa bo'lyapti. Energiya tiqilyapti o'sha miyamga. Hozir aytyapsiz, o'sha energiya miyamga tiqilyapti. Shunday bo'lyapti. Hozir ham o'shandayda. U miyamda ichida qandaydir bir qanaqadir bir ishlov deyimmi, ishlov ketyapti-da, o'zim ham tushunmayapman uni. Haligi o'tirganimda faqat o'sha aylana energiya suvda liqillaganiga o'xshaganda sразу miyamda bo'lyapti o'sha narsa, pastdan yuqoriga sразу miyamga прямой chiqyapti. Yaxshi, kuzating. Mana bu jenskiy organimda o'sha chiqib kelayotganda jenskiy organimda qandaydir qimirlash, o'shanday движение bor. Bu chakralar aktivlashib boryapti-da. His qilyapsiz, ko'ryapsizmi? Tepadan pastga, pastdan tepaga. Esingizdami, Shohista aytardi. Pastdan tushib boradi, keyin yana yuqoriga chiqadi. Mana shunday qilib, esida ham shuni boshlandi. Shohistada 1 yil o'tganda bo'ldi, ko'rdingizmi? Mana sizda sizda esa mana hali qancha bo'ldi sizga? Biz fevralda boshladik. Fevralda boshladikmi? 15 fevralda deylik, ha? Mart, aprel, may. Ko'ryapsizmi? Hali 15 maydan 3 oydan o'tibdi. Endi siz Shohistaga o'xshab 1 yildan keyin qanaqa bo'lasiz ekan endi? Menga juda interesno. Hozir nimaga shunday? Birinchidan siz aytganimda siz pishib qolgandingiz. Uni ham qachon bilganman? Matritsangiz, shaxsiy matritsangiz chiqartirganingizni bilganman. Qizingizga aytdim. Srochno olish kerak deb. Mana ko'ryapsizmi? Pishganingizda o'zingiz demak isboti bu, ko'ryapsizmi? Lekin sizdan oldin o'qigan qizingiz hali nima? Yuribdi, to'g'rimi? Hali bo'lgan yo'q. Sizga o'xshagan bo'lgan yo'q. Buni ayb emas. Chunki hali tayyor emas. Hali boyagi pishgan pomidorni uzib oladigan holatda edi. Sizning holatingiz ana bu meniki Dilnozani aytaylik, Dilnoza mana bu so'gan pomidor yam-yashil yoki endi qizarayotgan, sarg'ayotgan holatida edi. Tushunyapsizmi? Bugun bilan gaplashdik, yaxshi, ancha yana oldingi o'tira holatlar boshqacha bo'lib qoluvdi. Keyingi yozganlar ancha yaxshi.
bo'lyapti. Shunday mana shunday ketaver. To'xtama, mana shunday ketaver. Biron narsa kutma, biron narsa nima qilma, mana shunday bir xil maromida ketaversang, o'z o'zgarib qolgan bilasan. Aytdim, yana gaplashdik. Shunday bo'ladi-da, asta-asta. Endi boyagi pishmagan pomidor pishguncha ancha vaqt kerak-da. Sizniki mana tayyor edingiz, tayyor bo'ldi. Yana sizdan ko'p narsalar bo'ladi. Yaxshi. Mana men har o'tirdimmi meditatsiya, masalan, bo'sh vaqtim bo'ldimi, o'tirib meditatsiya qilyapman. Bo'sh vaqtim bo'ldimi, o'tirib meditatsiya qilyapman. U vaqtini, soatini qizig'i yo'q menga, minutini qizig'i yo'q. O'tirdim, o'sha meni vaqtim bor, mana shuncha vaqtim bor. O'shani ichida qancha vaqt meditatsiya qilsam ham o'tirib meditatsiya qilishga harakat qilyapman. Nimaga? Mana u o'zimdagi qandaydir o'zimga yoqmagan jarayonlar o'tsin degan qandaydir kallamda bir nima bor-da, o'sha men o'tirib meditatsiya qilsam, shu meditatsiyam o'tadi. O'shandan men qandaydir nima bo'laman degan, xolos bo'laman degan. Ha, oson o'tib ketasan mana shu holatingdan-da, to'g'ri. Ha. O'shanday nima bo'lyapti-da, fikr bo'lyapti o'zimga qandaydir. Uni ham o'sha holatdan chiqish uchun harakat qilyapmanki, o'tirib meditatsiya qilishga. Kim mana bu miyada kurchich qilmasdan, handay qilib o'tirgandan foyda yo'q. Bu miyada bo'ladi. Undan kerakki, o'sha o'tirib meditatsiya qilaman, o'sha bosilaman, shu energiyam tozalanadi, o'z-o'zidan hal bo'ladi. Nima bo'lsa o'sha bo'ladi. Mana shu meditatsiyaga nima qilib qoldingiz? Yaxshi. Boyagi o'tirib olib, kallang bilan o'shani muhokama qilib, qanday hal bo'lishini bilan kurashsang, uni oxiri yo'q. To'g'ri, mana shu yaxshi. Keyin ko'ryapsizmi, mana bu yerda siz bilan, mana boshqa birovni aytmayman, o'zing qizingiz aytaman. Siz bilan qizingizni o'rtasidagi harakatni ko'ryapsizmi? Mana, ya'ni inson, men aytamanki, darsga to'liq o'qib qo'yganing bilan, inson o'zi harakat qilmasa, nima bo'ladi? Harakat qilmasa inson o'zi harakat qilish kerak. O'zi harakat qilsa, o'shanda natijaga chiqadi. Mana siz ishlaringizni qilasiz, meditatsiya qilasiz. 10-15 minut, yarim soat, 1 soat yana o'sha qo'l vaqting maqsa, shunday qilib qolyapsiz. O'shanga ajratyapsiz, ko'ryapsizmi? Ya'ni siz ko'p g'ish yig'yapsiz. Ko'p g'ish, tushunyapsizmi? Qanchalik g'ishing ko'p bo'lsa, shunchalik o'ying bitadi. Endi Dilnozaga kelsak, Dilnoza g'ish chiqarmayapti-da. Tushunyapsizmi? Meditatsiyani bir kunda bir marta ertalab qilsa qilib qolyapti. Shu bilan bolamga qarayman, molimga qarayman, shunga qilaman, ovqat qilishimga qaynata deydi-da. Qaq bo'ta mana shular unga xalaqit berayotganda, aslida mana shu orada 10-15 vaqtdan bor, abitlar bor, kun issiq uxlaydigan paytlar bor, bolasini uxlatib qo'yganda, o'sha paytlarda prosta nima yo'q, harakat yo'q, tushunyapsizmi? Prosta hammasi bahona. Bolasini kasal bo'lib qolishi ham bahona, qaynonasi, qaynotasi, ovqat qilish, qanaqa bir hammasi bular odamlar, любой, faqat Dilnoza, har qanday insonda keyin qilaman deb. Hayotda mana opa, keyin farqi yo'q, darslarda ham emas, meditatsiyani ham emas. Har qanday narsani keyin qilaman. Idishda ovqat yedingda, keyin yuvaman. Keyin chiqaman. Keyin telefon qilaman, keyin unday qilaman. Hamma narsani keyinga qoldirgan mana o'sha yaxshi emas. Tushunasizmi? Mana shu narsa keyinga qolaveradi. Mana o'sha narsa mana hozir gaplashib o'tiribman, keyin hozir bir qolay, keyin qilaman. Faqat lekin demak bekorga hozir bir nima bo'lyapti, demak o'sha narsani hozir bo'lish kerak. Nimaga o'sha qarang, hamma narsani keyin demaysiz. Nimaga hamma narsani keyin demaysiz? Men hamma narsani o'zini o'rnida bo'lishini xohlayman o'sha vaqtda. O'sha vaqtda bo'lishi kerak-da. Lekin mana qarang, hamma narsani keyin demaydi. Mana qarang. Ovqat yedida, mana qo'yib qo'ydi. Idishlarni olib borib qo'ydi. Ovqat yedi, bo'ldi. O'sha yig'ishtirayotganda, idishlarni yig'ishtirayotganda shuni managa qo'yadi, rakvinaga qo'yadi, rakvinaga shunday qo'yganda keyin yuvaman deydi.
Ko'ryapsizmi? Hmm. Keyin yuvaman. Masalan, misol qo'yaylik, keyin yuvaman bo'lsa, mana shu yerda demak, sen keyin yuvaman deyotgan ekansan, demak buni hozir yuvishing kerak ekan. Tushunyapsizmi? Hmm. Agar bu nimaga endi o'shanda keyin deyapsan? Sababi sen uni hozir qilishing kerak ekanki, sen keyinga qoldiryapsan. Ko'ryapsizmi? To'g'ri. Har qanday narsani ovqat yeyish payti bo'ldi, ovqat yeyish kerak. Keyin yeyman bo'lsa, demak keyin yeyman deyapsan. Nimaga keyin yeyman deyapsan? Demak hozir yeyish kerak bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Keyin emas. O'sha keyin yo iloji bo'lmaydi, yo bo'lmasam desam bo'ladi. Mana bu krugo'zor kengda sizda fikrlash doirangiz keng. Nega? O'qigansiz, uncha-muncha hamma narsani bilgansiz. Biz masalan endi yo'lga chiqqan odammiz. Yaxshiyam Alloh bizni sizga ro'bara qildi. Mana bilmagan narsalarimizni ancha-muncha misol tushunmagan narsalarimizni so'rab o'rganyapmiz. Nimaga? Sizda o'sha narsaga bilim yetarli. Krugo'zor keng. Biz endi yo'lga chiqqan odammiz. Yaxshiyam borsiz Lobar. alomat shunday bo'lishi kerak ekan, shunday bo'lyapti. Mana bugun ham bitta savol javobga chatga kiraman, ochaman savol javobga. Insonlar kiradi, bittasi ham kiribdi opa, kishi ham yoshi 50 ga kirgan. O'sha ham ancha holatga tushib qolgan ekan, gaplashdik. Ancha rosa yig'ladi, lekin shunday yengil tortib, men nima qidirayotganimni, nimaga yashayotganimni, nima menda bu holat bo'layotganini bilmayotgandim deb. O'ziga kelib qoldi. Rosa yig'ladida, lekin men namoz o'qiyman, lekin namoz o'qiganga o'xshamayman deb, tushunyapsizmi? Nima bo'layotganini bilmayman debdi. Mana o'zi qidiryapman. Shu haqida gaplashdik ancha bilan ham. Zapis qilganim yo'q edim, gap qilsam bo'lar ekan. Ancha narsa boshqalarga ham yetkazib berardim. To'g'ri. Lobar nima desam bo'ladi? Mana u o'zingiz yashaysiz-u, nima uchun yashayotganingizni, nima uchun kelganingizni, nima qilishingiz kerak bo'lganini inson tushunmas ekan. Oldin masalan chuqur o'ylab ko'rmagan ekanmizda. Mana endi hozir mana siz bilan shu dars jarayonida ancha-muncha narsani tushunib yetyapman-da. Hali ham tushunib yetyapman deya olmayman. Hali ham tushunishga harakat qilyapman desam to'g'riroq bo'ladi menimcha. Uyg'onib anglab boryapman deng. Tushunish bu aql tushunadi. Yo'q, o'zim anglab bilib boryapman. Anglab uyg'onib boryapman desangiz bu boshqa gap. Tushunish aql bilan tushunib bo'lmaydi aqlga. Aql men gaplarga hozir tushunayotgan bu gaplar hozir aql bilan tushunishi mumkin. Darsdagi gaplar, holatlar aql bilan tushunib bo'lmaydi-da. Chunki aql qanaqasiga bu yoqda bunaqa deyilgan-ku, bu yoqda bunaqa bo'lishi mumkin emas. Boyagi ishlasa pul topadi. Boyagi bitta opa bor-da, dars gruppamizda. O'sha kishi ham hech narsa qilmang, siz hech narsa qila olmagansiz, qilmaysiz degan gaplarimni umuman boshqacha tushunibdi-da, ko'ryapsizmi? Va aql bilan tushunadi. Qanaqa deb Lobarxon deydi, ustoz, men siz hech narsa qilmanglar deysiz, men bir nimalar qilib qo'yibman-da, men qilmasam bo'lmaydi deydi. Hayron bo'lyapman. Nima qilyapsiz desam, biz qishloqda yashaymiz deydi. Biz qishloqda yashaymiz. Mol holga qarashimiz kerak deydi. Qaravering. Bu boshqa narsani ko'ryapsizmi? Aql boyagi hech narsa qila olmaysiz deganda, demak hech narsa qilmash kerak deb o'ylaydi. Hech narsa qilmay yashash kerak ekan. Hech bo'lmasa molga ham qarash kerak emas ekan, hech qilish kerak emas ekan. Hayot tirikchiligini qilish kerak emas ekan deb tushungan. Ko'ryapsizmi? Aslida unday emas-ku. Men harakatini aytayapman, harakatini. O'ylab siqilib, ichi diqqat bo'lib, bir nima qilish kerak deb yuradi-ku, o'sha narsani aytayapman. Tana harakat qilaveradi. Molga qarasa molga qaraydi, o'zi yuvinsa yuvinadi, qayerga ketadi, yotadi. U bo'laveradi bu. Tana shunday yashaydi. Tana o'zini nima qilishini qiladi. Shuni tushunyapsizmi? Tanani u kishi shunaqangi deb tushundi. Keyin angladi. U kishi ham rosa gapni eshitdi, lekin hech u kishiga men qattiq gapirmaganman. Juda yoshi katta ayol. Bilasiz, gruppamizda kimligini. O'sha juda ham og'ir bosiq ayol, lekin rosa o'qishga harakat qildi. Pullar to'lovini qildi. Qancha bo'lsa ham harakat qilib, mana shuni hech qanaqangi menga boylik kerak emas. O'zimni topish kerak deyapti. Tushunyapsizmi? Hech menga boylik ham kerak emas, biror narsa ham kerak emas. Menga mana shu o'zimni topishim deydi.
Ya'ni shu mana lekin aql bilan tushunishga nima qiladi? Harakat. Aql bilan tushundi-da. Aql bilan tushunmasa, to'g'ri. prosta men darsga kirganingizda prosta chekkaga qo'yib qo'ying. Aqllaringizni chekka surib qo'yinglar. Prosta eshitsalaringiz anglash boshqa bo'ladi. Anglash. To'g'ri. Anglash boshqa. Uni anglagan narsangiz o'zingiz bilasizda, uni yetkazib bera olmaysiz birovga. Bo'ldi, o'zingni anglash bo'ldi, bo'ldi. Birovga tushuntirish ham aytishim kerak emas. O'zingda bo'lishini anglash, o'shanda yashayverasan. Shu. Savollar bormi? Yo'q, Lobar, yashang, rahmat. Yaxshi, salomat bo'ling, Salomat opa. Sog' Ko'rdingizmi, bo'ling. ismingiz ham Salomat. Yaxshi ham borsiz, Lobar. Alloh rozi bo'lsin sizdan.